Assalomu alaykum bulayjonlarim, mening bulayjonlarim. Bugun sizlar bilan birgalikda Easy Horror degan bir bilaman o'naga kallasi bor qizlarni o'ynaymiz. Qani bo'lmasa boshladik. Video yoqadigan bo'lsa albatta like va obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Agar mana shunaqa videolar ko'proq chiqishini xohlasangiz, like va obuna. Agar mana shunaqa videolarni juda ham sevib ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, Cameron Game 2012 yoki Cameron Game 2 kanaliga o'tib, albatta obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizlardan xursand bo'lgan bo'lardim. Qani bo'lmasa boshladik. 12 ta mana unaqa tangachalik qolib yig'ishimiz kerak ekan. 2 ta bo'ldi hozircha bizda, bitta xonani ichida o'zi. 2 ta bo'ldi, tak. Kelyapti do'stlar. Kiysa mana odam xansirar ekan. Pastga. Uchinchi etajga chiqqandan foydalanib podval tekshirib chiqamiz. Olti, 7 ta do'stlar. Bo'ldi, tagini topsak bo'ldi jigarlar. Panika qilasizlar, panika qilmanglar demay qancha aytdim. Qancha o'tish kerak. Do'stlar, topib qo'ysak. Buramanlab ortga qo'yib qaytib qo'ysak. Podval yomonganini adashib qoldi deyapman. Do'stlar, qo'rqmasang ham bo'laydi. Podvaldan tepaga chiqib qoldik. Короче, do'stlar, o'ynashlaring maslahat beraman. Voy, zo'r o'ynar ekan. Bittada qochib ketdik. Agar do'stlar video yoqqan bo'lsa, obuna va like tugmachasini bosib qo'yinglar. Aytganimdek shunaqa o'yinlar yaxshi ko'rsanglar, Cameron Game 2012 yoki Cameron Game 2 kanaliga o'tib obuna tugmachasini bosib qo'ysanglar, u yerda ham juda ham qiziq videolar bo'ladi. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.